Assalomu alaykum hammaga. Men ismim Farruh, Simix Progress korxonasini asoschisi va rahbariman. Biz 17 yildan beri asosan trikotaj mahsulotlarini ishlab chiqarish va sotish bilan shug'ullanamiz. Asosiy ishimiz bu brendlarga xizmat ko'rsatish, brendlarni zakazini olib turib, ularni brendi bilan, ularni tizisi bilan ishlab chiqarib eksport qilamiz. Bugun nima haqida men sizlar bilan gaplashmoqchiman? Bu ko'p yillik tajribadan kelib chiqib, ko'p yillik muammolardan kelib chiqib, oxirgi paytda uchratayotgan ko'p muammolarimizdan bittasi korxonalarda tizim yo'qligi. Juda ko'p korxonalarga uslugaga ish beramiz, juda ko'p korxonalarda brak mahsulot chiqishini ko'ramiz. Juda ko'p korxonalarga brakini qaytaramiz, boshqatdan ta'mir qilib berishadi, boshqatdan upakovka qilib berishadi. Bu qancha sarf xarajat, qancha vaqt bu pul, shu narsani hech kim ko'rmaydi. Har doim aytaman, sanash kerak, qancha pul yo'qotyapsan, qancha vaqt yo'qotyapsan, odamlarga qancha pul preplata qilib yuboryapsan, odamlarni qanchalik qiynab qo'yyapsizlar degan savol ko'p beramiz. Lekin bu savolga haligacha javob va yechim ko'rmayapmiz. Yechim ko'rmayapmiz deganimni to'g'ri aytdim. Yechim bor o'zi aslida, lekin odamlar boshqalardan qanaqadir tajriba yoki bilim olishni xohlamayapti. Shuning uchun shu narsaga qaror qildik. Хотя бы videolarni ko'rib, qanaqadir o'zligiga qanaqadir bilim yoki tajriba olishadi degan umidda biz shu darslik desa ham bo'ladi. Darslik emas endi, kim bo'lmasa darslik qiladigan. O'zimizni bosib o'tgan yo'llarimizdan, o'zimizning tajribamizdan kelib chiqqan holda video darsliklar qilishga qaror qildik. Birinchi o'rinda o'zi tizim nima degan savolga javob bermoqchiman. Tizim bu har bir jarayonlarni ketma-ketligini to'g'ri yo'lga qo'yishni aytadi. Ko'p korxonalarda aytamiz, so'raymiz, nimaga bu korxonalarda unaqa o'sish yo'q, boshqa yo'q desa aytishadiki, komanda yo'q deydi. Komanda nimadan kelib chiqadi o'zi savolda. Komanda bu yillar davomida tayinlanib kelinadigan bu kadrlarni komanda. Va har doim aytaman, один в поле не воин. Misol uchun men yoki boshqa bitta katta menejerimiz yoki ishlab chiqarish direktori bu o'zi ishlamish qila olmaydi. Mana aytadi, один в поле не воин deydi. Shunga o'xshab bu komandaning ishi asosan shu tizimlashtirish jarayonida bu komanda tashkil qilinadi. O'zi aslida hamma odam o'zini har bitta ishini sifatli bajarishidan kelib chiqadi. Keyin informirovat qilib hammani bir-birini o'zini ishidan shu narsadan komanda sozdavatsiya qiladi. Tizimlashtirishga qo'yiladigan birinchi qadamlardan bittasi nima desa, men aytaman, birinchisi bu ruchka bilan qog'oz olish. Xo'p, ikkinchisi bu zakaz olishdan boshlab to mahsulotni klientga yetkazib bergungacha bo'lgan jarayonni hammasini qog'ozga tushirib chiqish. Uchinchisi uni ichida har bitta punktini o'sha detalizatsiya qilib chiqish. Mana shu 3 ta narsa to'g'risida hozir sizlar bilan boshlaymiz gaplashishni. Birinchi jarayon o'zi ishlab chiqarishda umuman tekstil korxonalarida nima? Birinchi narsa o'zi rahbar o'zida intizomni yo'lga qo'yish kerak. Intizom deganda mana shu ruchka qog'ozni olish kerak birinchi o'rinda. Shu ko'p rahbarlarimizda ruchka qog'oz olib shu reglament yozishni yo'lga qo'yishmaganligida. Reglament o'zi nima? Reglament bu har bir jarayonni ketma-ketlikda yozib chiqish.
Hop, birinchi masala shu reglament tekstil fabrikalarida birinchi jarayon nima? Klientdan zakaz keldi. Klientdan zakaz kelgandan keyin u narsani merchandizerlar deydi. O'zi bizada aslida o'zi menejer по работе с клиентами, klientlar bilan ishlaydigan menejerlar. Ularga topshiriladi. Ular har bitta detallarni производство uchun tayyorlaydi. Men hozir detalizatsiya qilmayapman, вообще reglamentni tushunchasini aytmoqchiman-da. Menejerlar har bitta dokumentni tayyorlagandan keyin unga endi объемga qarab 1 kun, yarim kun vaqt ketadi bitta dokumentni to'laqonli tayyorlab chiqish uchun. Keyingi etap nima desa, keyingi etap o'sha jarayonlardan keyin dokumentlarni olgandan keyin dokumentlarni har bitta korxonani o'zini отделlari bo'ladi. Misol uchun rejalash отделi, bu planoviy deymiz. Bizda juda mashhur bu gap. Planoviyga nima kiradi? Planoviyga misol uchun matoni, materialni hisoblash, aksessuarlarni hisoblash, bular hammasi kiradi. U отдел o'ziga kerakli informatsiyani o'tdan oladi. Keyingi etap nima desa, konstruktor o'ziga tegishli narsani oladi. U konstruktor unga lekali tayyorlaydi. Lekali tayyorlagandan keyin unga obrazец tiktiriladi. Mana ikkita jarayondan o'tdik hozir. Birinchi jarayon bu zakaz olish, ikkinchi jarayon bu menejerlar dokument tayyorlash. Menejerlar shunaqa dokument tayyorlaydiki, butun производство hatto tushunadigan darajada dokument tayyorlaydi. Uchinchisi nima desa, o'sha planoviy отдел deydi bizada, знаменитый so'z. Planoviy o'ziga kerakli informatsiya, ma'lumotlarni o'sha yerdan oladi va hisob-kitob qiladi. O'sha zakazga qancha material ketadi, qancha aksessuarlar ketadi, tam ip ketadimi, boshqa ketadimi. Uchinchi etap bu konstruktor o'ziga tegishligini oladi, informatsiyani o'tdan lekali tayyorlash jarayonini boshlaydi. To'rtinchisi nima desa, obrazец tikiladi. Obrazец tikilgandan keyin uni klientga обязательно jo'natiladi. Endi hamma har xil ishlaydi, yo klientga jo'natiladi yoki o'zi qaror beradi. O'zini brendi borlar, o'zi qaror beradi. Misol uchun o'lchamlarni to'g'rilaydi. Odamga kerak bo'lsa yig'izib ko'rish kerak bo'ladi. Undan keyin jarayon уже nima bo'ladi desa, obrazец tikilgandan keyin u menejerlar ko'radi, birlar razbor qilishadi, obrazец to'g'ri keldimi, yo'qmi, yoki klient jo'natgandan keyin klientning javobini kutishadi. Klient o'zini kommentariyalarini beradi. Kommentariyalarini bergandan keyin ular yana konstruktor o'zini tegishli joyini to'g'rilaydi, xatlarini kichraytirish, kattalashtirish kerak bo'lsa. Keyin yana obrazец tikiladi. Obrazец tikilgandan keyin oxirgi etapi bu klientga уже утверждениеga jo'natiladi. Men nima demoqchimanki, mana shu protsesslarni har bittasini bittadan yozib chiqish kerak bo'ladi. Yozilmagan narsani ko'r-ko'rona ishlayotgandek bo'lib chiqadi. O'shaning uchun hammaga aytaman, yozinglar deyman. O'zi ko'p sezamiz, korxonalarda asosiy muammo bu rahbarlarning o'zida intizomi yo'qligida. Misol uchun bilaman korxonalarni, которые kerak bo'lsa ishchisi xodimlardan oldin ishga keladi. Bilaman korxonalarni, которые o'sha 10-11 da kelishi. Chunki fabrikalarga borganimizda kerak bo'lsa kutib o'tiramizda. Biz endi misol uchun fabrikalarga borganimizda o'sha viloyatlarda gostinitsadan chiqamiz, чтобы 8:30ga o'sha kimma bo'lsa ham ishxonasiga yetib boramiz. 8:30 bu ular uchun, rahbarlar uchun g'alati, lekin eng katta intizom o'zi birinchi o'rinda rahbar o'zida bo'lgan intizom. Rahbar o'zi intizomli bo'lishi kerak, tizim yarataman degan rahbar. Shu bugungi menimcha yetadi. Xudo xolisa yana dalshi bu haqda gaplashaveramiz, balki rejalab qo'yamiz. Har bitta protsessdan bittalab o'tishga harakat qilamiz. Kerak bo'lsa, xudo xolisa korxonalardan ham video qilishga harakat qilamiz. Korxonalarda
jarayonlarini, qanaqa nima to'g'ri bo'ladi, qayerda xato qilishyapti, shularni xudo xohlasa yetkazib borishga harakat qilamiz.